Salom do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, biz bu videoda Film Impact effektini Premiere Pro ga yozishni o'rganamiz. Film Impact bu Premiere Pro da ishlaydigan tayyor effektlar paketi. Bu juda kuchli plugin bo'lib, to'g'ri va me'yorida ishlatilsa, videoning sifatini ancha yuqori darajaga olib chiqadi. Shu sababli Film Impact deyarli har bir montajyorda bo'lishi kerak bo'lgan plugin hisoblanadi. U vaqtni tejaydi, ish jarayonini tezlashtiradi va videoga professional ko'rinish beradi. Yagona kamchiligi plugin pullik. Demak, Premiere Pro ni vaqtinchalik yopib turamiz va Telegram kanalimga kirsangiz, mana bunaqa Film Impact Premium degan mana bunaqa fayl bor. Bu albatta RAR formatida bo'ladi. Buni skachat qilishingiz kerak o'zingiz kompyuteringizga va izlanish qilasiz. Izlanish qilganingizda bunaqa papka hosil bo'ladi va o'sha Film Impact ichiga kirasiz. Yana o'sha papka ichiga va mana marhamat bemalol setup qilsangiz bo'ladi. Effektlar to'plamini ustunovkaga hisoblanadi. Ustunovka qilishni boshlaymiz. Biz ustunovkaga boshlaydi. Bu yerda hech qanaqa qiyin joyi yo'q, просто dashni bosasiz. Bu o'zi Premiere'dan kompyuteringizdan topadi va o'shani ichiga o'zi avtomatik tarzda joylashadi. Xo'p, buni zavershit qilamiz. Mana bu chiqadigan yarlikni o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi bemalol. Keyin shu Premiere yopamizda, mana boshqatdan kiramiz. Ya'ni agar Premiere'ga kirib turgan bo'lsangiz, Premiere'dan chiqib ketib, keyin unga qaytib kirishingiz kerak bo'ladi. Lekin kompyuteringizni перезагрузка qilishingiz shart emas. Premiere Pro'ga yana qaytib kirdik va Film Impactni biz qayerdan topamiz? Birinchi oddiy yo'li, misol uchun bizda o'shanaqa effektlar yo'q edi. Misol, mana bu effekt bo'limiga Impact deb yozamiz. Mana Impact deb yozadigan bo'lsangiz, o'sha bizda hozir kompyuterimizga ustunovka bo'lgan hamma Impact effektlari kelib chiqadi. Lekin bu yerdan hozir ko'rishimiz ozgina noqulay. Qaysi bir qanaqa effektligi noma'lum. Bizga ko'rsatish uchun bitta oyna ochib olishimiz kerak. Ya'ni o'sha Impactni o'zini mana shunaqa oynasi bo'ladi. Buning uchun biz Windowsga o'tamizda va extensionga o'tib, extensiondan mana sizda ham mana shunaqa narsa paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni Film Impact Dashboard bo'ladi. Shuni ustiga bosasiz va bizda o'sha Film Impactni oynasi hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Agar sizda boshqa joydan paydo bo'ladigan bo'lsa, shunchaki mana shu yozuvni ustiga bosib, mana shu bo'limga olib qo'ysangiz, masalan, mana shu joylashgan joyiga qulayroq bo'ladi. Xo'p, Film Impact Dashboard ochib oldik. Bizda bu yerda o'sha hamma transitionlar bor. Video ustiga tashlaydigan effektlarimiz bor. Bu albatta har bitta montajyor uchun qulay ko'rib chiqishingiz mumkin. Qaysi biri qanaqa effektligini, qanaqa o'zgarishini mana shundan ko'rib bemalol undan foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerda effekt deb qo'yibdi. Bu yerda transition, to'g'rimi? Effekt bu videoning ustiga tashlanadi. Transition esa birinchi videodan ikkinchi videoga o'tadigan joyiga tashlanadi. Buni ham tushundingiz deb o'ylayman. Demak, biz endi effektni qaraydigan bo'lsak, mana bitta uni bo'limlaridan alohida qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Agar effektni bossangiz, sizga bu yerda hamma effektni ochib beradi. Misol transitionda esa hamma transitionni ochib beradi. Va o'sha transitionni alohida bo'limlarini ko'rib chiqaman desangiz, bunaqa ustiga bosib, misol animation bo'limida faqat animationlarni ochadigan qilib ham ko'rsangiz bo'ladi. Ana endi birortasini ishlatib ko'ramiz. Keling, biz video effektini ko'ramiz. Mana kamera shake bor. Agar kadringiz mana bitta kadr joyida qimirlamasdan turibdi. Misol uchun mana shuni xuddi operator qimirlayotgandek effekt bor. Misol uchun videoni tanlaysizda, mana apply bosadigan bo'lsangiz, shunga mana ko'rib turganingizdek effekt controldan uni o'sha Film Impact Camera Shake FX chiqadi. Ko'rib turganingizdek mana Get Free Access degan narsa ham bor. Premiere Pro buni demo tariqasida o'qiydi, lekin bu sizdan hech qanaqa pul yoki bir narsa so'ramaydi. Uni bemalol ishlashingiz mumkin. Shunchaki shunaqa yozuvi bor, chunki bu buzilmaydi. Originalidan hech qanaqasiga farq qilmaydi. Endi bu effektni ko'ramiz. Bu yerdan nastroyka qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek kameramiz ozgina qimirlagan effektni beryapti. Va yana bizda boshqacha effektlar bor. Misol uchun boshqa kadrga o'tadigan bo'lsak, mana bitta quyosh turibdi, to'g'rimi? Mana bunaqa nurli effekt ham berishi mumkin. Bizda quyosh mana bitta turibdi. Demak, mana shu kadr belgilaymiz va apply mana bunga bosadigan bo'lsangiz, ko'rib turganingizdek mana videoyimizga shunaqa effekt berdi. Ya'ni o'sha yerdan quyosh tushib turgani uchun effekt bersangiz bo'ladi. Endi yana bizda boshqa effektlar bor. Buni har bittasini o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin. O'tga qaysi videoga qanaqa effekt berishi, bu esa transition. Keling, transitionlardan ham birorta ko'rib chiqamiz. Boshi bilan oxirini kesasiz videoni. Keyin transitionlarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana bunaqa transition bor bizda. Uning uchun ikkala videoni tanlab olishingiz kerak va o'sha transitionga apply bosasiz. Va uni ulangan joyiga o'zi avtomatik tarzda shunaqa effektni tashlaydi. Mana bunaqa transition bor. Uni kichikroq qilsangiz bo'ladi. Yana menga eng yoqadigan effektlardan bittasi, ya'ni o'sha Film Impact ichida. Bu albatta o'sha typewriter. Typewriter bu Premiere Pro'ning o'zida yo'q effekt. Buni ko'pchilik After Effects'ni ochgan holatda ishlatadi. Misol uchun tekst yozadigan bo'lsak, videoyimizga, to'g'rimi? O'sha tekstimizni, misol uchun, keling, rangini ko'rinish uchun sal qoraqroq qilaylik. O'sha tekstimiz, misol tekst yozgan bo'lsangiz, o'sha
tekstingizni misol mana shu typewriter effektini apply qiladigan bo'lsangiz, klaviaturada yozilgandek qilib ustiga effekt tushirib beradi. Buni bemalol joyi kelganda shu effektdan foydalansangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu film impact effektini men Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Uni bemalol mana shunaqa uстановка qilib olasiz va bemalol mana shu film impact dashborddan shu effektlarni ko'rib, undan foydalanishingiz mumkin. O'zingizni montajingizni yana ham chiroyliroq qilishga bu effekt sizga albatta yordam beradi deb o'ylayman. Agar sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing. Kanalimga keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun podpisatsiya bo'lib qo'ysangiz, albatta men bundan ancha xursand bo'laman.